Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz sevgi munosabatlarda sizni yaqin kunlarda nimalar kutyapti degan mavzuda bo'ladi. Demak, sevgan insoningiz bilan sizni nimalar kutyapti yaqin kunlarda? Ikkita variant bo'ladi. Yuragingizga yaqin signal berayotganini tanlashingizni tavsiya qilaman. Birinchi variant, yaqin kunlarda sizni nimalar kutyapti sevgan odamingiz bilan? Ikkinchi variant, yaqin kunlarda sizni nimalar kutyapti sevgan insoningiz bilan? Личный расклad uchun o'zingizga ochirmoqchi bo'lsangiz karta bemalol video ostidagi raqamlarga Telegram, WhatsApp orqali yozishingiz mumkin. Demak, birinchi variant sizni sevgan insoningiz bilan nimalar kutyapti. Agar bu yerga siz o'tmishingizdagi insonni tanlagan bo'lsangiz yoki sevgan insoningiz bilan uzoqda, bir-birlaringizdan uzoqda bo'lsangiz, bu yerda judayam ruhiy tushkunlik holati bor. Ya'ni ajrashgan bo'lsangiz yoki bir-biringizdan uzoqda bo'lishga majbur bo'layotgan holat bo'lsa, mana shunaqa qandaydir sevgi og'riqlari bor bu yerda. Bir-birimizga mos emasmiz, yashirin munosabatlar. Sizdan qandaydir harakat kutyapti, lekin shu bilan birga sizni sizga o'zingizga bildirmasdan kuzatayotgan bo'lish ehtimoli yuqori. Va bu yerda munosabatlar menimcha uzilgan munosabatlar, ayrilgan, yashirin, hech kim bilmaydigan munosabat bo'lishini xohlagan u yerda kimdir. Ikkingizdan biringiz bu munosabatni boshqasi bilmasligini xohlagansiz va bir-biringizga mos emasligingizni tushunib yetgandan so'ng qandaydir o'rtalaringizda mana shunaqa ajrim yoki urushib qolish yoki kimdir qayergadir ketishga majbur bo'ladigan holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Sovuqchilik tushgan bo'lishi mumkin o'rtalaringizga va bu yerda sizdan harakat kutyapti, sizdan tashabbus kutyapti sevgan insoningiz yoki munosabatda bo'lgan insoningiz. Sizga bildirmasdan kuzatayotgan bo'lish ehtimoli yuqori. Lekin shu bilan birga o'zini erkin his qilyapti bu inson. Nimalar bo'ladi? O'ylanaman, u meni yaxshi ko'rgan qizim. Charchadim hammasidan. Siz bilan bog'liq munosabatlar, sizni oldingizda bu inson sizga kerakligini, siz unga kerakligingizni his qilmagan bo'lsa, siz bilan munosabatlar uzilgandan so'ng, sizdan qanaqadir harakatlar bo'lmayotganidan so'ng, kutgan narsasi amalga oshmagan bo'lishi mumkin. O'zi yalinib keladi degan qanaqadir fikr bo'lgan bo'lishi mumkin. Aslida esa siz bu harakatni amalga oshirmaganingizdan keyin, siz o'zingiz bilan o'zingiz ovora bo'lib qolganingizdan keyin bu inson sizni qadringizni bilishni boshlayapti. Charchagan, sizga bog'lanib qolganligini his qilyapti. Sizga o'rganib qolganligini his qilyapti. Birga bo'lishni xohlayapti, ko'p eslayapti sizni, o'ylayapti. Lekin kuch siz tarafda. Balkim o'rtalaringizdagi munosabatni do'stona qilib ko'rsatgan bo'lishi mumkin, lekin ichida siz u insonni qandaydir yuragini parchalaydigan qandaydir qaror qilgan bo'lishingiz mumkin. Munosabatni do'stona qabul qilgan bo'lishingiz mumkin yoki umuman olganda munosabatlaringiz bu yerda balkim siz sevishgansiz, keyin do'stona ajrashgan bo'ladigan bo'lsangiz, yuragimni parchalagan ayol u degan qanaqadir fikr qoldirgan va bu sizni eng kuchli tarafingiz hisoblanadi. Umuman olganda, agar siz bu inson bilan hozirgi vaqtda munosabatni tugatgan bo'lsangiz yo tugatayotgan, yo'qlikka qarab ketayotgan munosabatlar bo'ladigan bo'lsa, bu odam sizni hech qachon esidan chiqara olmaydi. Umrini oxirigacha eslaydi. Mana shunaqa o'rtalaringizda qanday munosabat bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar va qanday ajrashgan bo'lishingizdan qat'iy nazar bu inson bir umr sizni eslaydi. Ikkinchi variant.
Bu yerda ham bir-birini eslash, o'ylash, xotiralarga ko'milish, qandaydir harakat kutish, uzoqdagi munosabatlar. Kimdir kimnidir kutyapti. Kimdir kimgadir bosim o'tkazyapti. Balkim sizlar agar uzoqdagi munosabat bo'ladigan bo'lsa, ko'risha olmaydigan darajada uzoqda bo'lsangiz, sizni kelishingizni, bu insonga qarab qadam bosishingizni xohlayapti. Va mana shu bilan bog'liq siz xohlamagan qandaydir harakatni amalga oshirishingizga bosim o'tkazayotgan bo'lishi mumkin, manipulyatsiya qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin aslida u insonni siz kutyapsiz. Uchrashuvni uzoqdan bir-birlaringizni tomosha qilyapsiz. Uzoqdan bo'lgan munosabat bu yerda 100%. Uylanib ajrashgan inson bo'lishi mumkin yoki ajrimdagi inson bo'lishi mumkin. Hayotida bu inson boshqa bir ayol tarafidan siz uzoqdasiz, lekin boshqa ayollar bu insonga talpinib turgan bir vaqtda siz bu insondan uzoqdasiz va bu insonni kutganini bera olmayapsiz. Ya'ni tutqich bermaydigan ayol sifatida turibsiz. Siz uchun moddiy hayot muhim. Hayotni moddiy tarafi muhim, finansiy holat muhim ayolsiz. Osonlikcha erishib bo'lmaydigan ayol sifatida turibsiz. Siz undan kutgan narsalaringizni bera olmaydi. Unga qarab qadam bosmayotganligingiz, uni birinchi qadam bosishini, sizni talablaringizga javob berishini kutayotganingiz sizni eng kuchli taraflaringizdan biri. Chunki sizni agar rostdan sizni sevadigan bo'lsa, sizga mos bo'lishni xohlaydi va harakatni boshlaydi. Nima qilsam bo'ladi? Nima qilsam vaziyat o'zgaradi? Mana shunaqa. Mana unaqa qizlar xohlayapti-yu, bu kim meni xohlamaydigan? Bunaqa narsa yo'q. Sizni eng kuchli tarafingiz unga osongina erishsa bo'ladigan ayol sifatida emasligingiz. Mana shunaqa. O'zingizni statusingizni ushing, o'zingizni markangizni ushing bu erkak oldida. Bir-birlaringizni uzoqdan sevyapsizlar. U sizni kutyapti, siz uni kutyapsiz. Mana shunaqa uzoqdagi, masofadagi munosabat. Sizni qaysidir harakatni, ya'ni kelishga majbur qiladigan, mana shunaqa manipulyatsiya qilayotgan bo'lishi mumkin. Sizni kutishga majbur qiladigan holatlarni boshdan o'tkazayotgan bo'lishingiz mumkin. Umuman olganda nimalar kutyapti bu yerda? Sizga maslahatim, agar qandaydir inson oldida siz boshingizdagi koronani yechishga majbur qiladigan vaziyat bo'layotgan bo'lsa yo bo'lsa, bundan keyin yaqin o'rtada hech qachon boshingizdagi koronani yechishni tavsiya qilmayman. Chunki bu koronani u inson sizga kiydirmagan. Kim uchundir siz o'zingizni qurbon qilmang. Hech qachon. Mana shunaqa, men tarafdan beriladigan yagona maslahat mana shu. Keyingi videolarda ko'rishguncha.